Joriy yilning 15-yanvar kunidan boshlab O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 26 dekabr kunidagi 342-sonli avtomobil transportida katta hajmli og'ir vaznli yuklarni tashishda tartibga solish to'g'risidagi qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasida transport vositalarida, ya'ni yukni tashish tartibi belgilangan. Unga asosan yuk avtomobillariga har bir o'qiga tushadigan yuklama maksimal nagruzka 10 tonna qilib belgilangan. Hurmatli haydovchilar, Qamchiq dovoni hududidan o'tuvchi A373 avtomobil yo'lining 103-180 kilometrda joylashgan yuk avtomobillarni vazn va hajm parametrlarini nazorat qilish punktlarida ayni vaqtda haydovchilarga tushuntirish, targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda mas'ul xodimlar tomonidan. Joriy yilning 15-yanvar kunidan boshlab Vazirlar Mahkamasining 342-sonli qarori talabiga asosan yuk avtomobillarini umumiy vazni, undan tashqari har bir o'qqa tushayotgan nagruzkasi yuklamasi bo'yicha nazorat tadbirlari amalga oshiriladi. Ushbu qaror talablaridan kelib chiqqan holatda barcha haydovchilarimizdan yuk avtomobillariga yuk ortish jarayonida yukni teng taqsimlab ortishlarini so'rab qolamiz va hamda har bir o'qqa tushayotgan yuklamani 10 tonnadan oshib ketmasliklarini diqqat bilan inobatga olishlarini so'rab qolamiz.